Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan baldinon haqida gaplashamiz. Baldinon bu ukol orqali qilinadigan anabolik steroid, ya'ni testosteronning sintetikasidan hosil bo'lgan androgenniy anabolik steroid hisoblanadi. U testosteronga o'xshash, lekin androgenik darajasi pastroq, anabolik darajasi esa yuqoriroq. Bu baldinon bemorlar uchun, odamlar uchun o'ylab topilmagan, u veterinariyada ishlab chiqarilgan. Otlarning ishtahasini ochish va ularning kuchini va muskullarini oshirish sababli shu baldinonni o'ylab topishganlar. Xo'p, endi baldinonni plyuslari haqida gaplashamiz. Baldinon bu tanada ko'p suv ushlamaganligi uchun quruq va chiroyli muskul massa beradi. Ko'pchilik sportchilar kursda 10-hafta va 14-16-haftalarda 4 kilogramdan 8 kilogramgacha quruq muskul massasini yig'ishgan. Ikkinchi plyusi, ishtahani juda kuchli ochadi. Ayniqsa massa naborda ko'pchilik bodybuildinglar massa naborda ko'proq kaloriya yeyish kerakki, baldinonni qo'shishadi o'zlarining kurslariga, чтобы ko'proq kaloriya yeyishlari uchun. Uchinchi plyusi, bu anabolik steroidlar ichida baldinon aromatizatsiya bo'lmaydi, estrogen gormoniga aylanmaydi, juda ham past, aylanadi, lekin juda ham past. Shu sababli tanada ko'p suv ushlamaydi. Ayol estrogen gormoniga aylanmaydi va erkaklarda ginekamastiya bo'lish xavfi pastroq. To'rtinchi plyuslardan biri, boya aytganimdek, yana ko'pchiliklar bodybuildinglar kursda estrogen gormonini normada ushlash uchun baldinonni qo'shishadi. Boya aytganimdek, baldinon o'zi aromatizatsiya bo'lmasa ham estrogenni normada ushlab turishga yordam beradi. Agar siz kursda testosteron bilan baldinonni normada bir xil соотношениеda agar olmasangiz, baldinonni ko'proq qo'shib olsangiz, estrogen gormoningizni tushirib yuborishi mumkin. Shu uchun kursda testosteron bilan baldinonni 1ga 0.8 yoki 1ga 0.5 qilib qo'shish kerak bo'ladi. Xo'p, baldidon yana kuchni va tiklanishni tezlashtiradi. Sababi baldidon qizil qon hujayralarini ko'paytiradi. Bu esa tanaga kislorod yaxshi yetib borishga yordam beradi. Sportchilar ko'proq trenirovka qilishadi va og'ir trenirovka qilishadi. Xo'p, yana bitta sabablari, dihidrotestosteronga aylanmaydi, aylanadi, lekin juda ham kam. Aylanmasligi ham mumkin, juda ham kam. Bu esa bizga nima plyus beradi? Sochlar to'kilmaydi. Ikkinchisi, tanada, yuzlarda tuklar paydo bo'lmaydi. Va yana bitta plyuslardan biri baldinonni yog'ni eritishga yordam beradi. Xo'p, endi baldinonni minuslari, pobochkalar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda u o'zingizni testosteroningizni bosib qo'yadi. O'zingizni tabiiy testosteroningiz ishlab chiqarilmaydi va shu uchun doim kursda agar siz baldinon bilan kurs qilayotgan bo'lsangiz, HGC testosteron bo'lish kerak bo'ladi. Agar qo'shmasangiz, unda tuxumlaringiz kichrayadi, atrofiyaga uchraydi va unda lipida pasayadi, jinsiy xohish pasayadi, tuxumlar kichrayishni boshlaydi. Xo'p, ikkinchi yomon tomonlari baldinonni yurak va qon tomirlari uchun xavfli. Sababi yaxshi xolesterin darajasini pasaytiradi, yomon xolesterin darajasini ko'taradi. Bunda ateroskleroz bo'lishi mumkin, tromb, qon bosimi oshishi mumkin. Xo'p, uchinchi yomon tomonlardan biri baldinonni bu qonni quyuqlashtiradi. Chunki anabolik steroidlar ichida baldinon ikkinchi o'rinda turadi trenbolondan keyin qon quyuqlashtirish bo'yicha. Sababi nima uchun? Masalan, sababi nima uchun? Hamma steroidlar qonni quyuqlashtiradi. Prosta baldinonda nima uchun ko'p odamlar qon quyuqlashadi? Sababi baldinonni effektini sezish uchun dozasi, minimalniy dozasi 500-600 dan yoki undan yuqoriroq bo'lishi kerak. Shunda qancha katta doza bo'lsa, bilingki, qon quyuqlashishi, qizil qon hujayralari ishlab chiqarilishi juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun qon quyuqlashadi deyshadi baldinonda. Xo'p, uchinchi yomon tomonlari aytganimdek androgenik ta'sir bor, past, lekin juda ham past. Bu ham soch to'kilishiga, yuzda va tanalarda tuklar paydo bo'lishi mumkin. Xo'p, oxirgi ma'lumotlarga qaraganda baldinon DNA strukturasini o'zgartirishi mumkin. Bu esa kelajakdagi farzandlaringizni nogiron har xil holatlarda tug'ilishi mumkin. Pochka uchun zarar, juda ham og'ir deyishadi. Shu uchun pochka, agar sizda kursda baldinon bo'lsa, trenbolon bilan hech qachon kurs qilishni maslahat bermayman. Oxirgi pobochkalardan, yomon tomonlardan biri bu, boya aytganimdek, agar siz baldinon bilan testosteronni normasini bir xil, agar соотношениеda to'g'ri taqsimlab ola olmasangiz, u estrogen gormoningizni 0 ga tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun aytganimdek, 1ga 0.8 qo'yamiz. 100 mg test bo'lsa 0.8 mg baldinon qo'yamiz yoki
300 milligram test bo'lsa 0,5 baldinon qo'yamiz. Bu nima degani? 150 milligram baldinon degani. 1ga 0,5 yoki 1ga 0,8 degani. Xo'p, endi baldinonning efirlari haqida gaplashamiz. Baldinonning eng uzun efirlaridan biri bu baldinon unidekanat, juda ham uzun. Taxminan yashash hayoti, yarim hayoti 14 kun. Haftasiga ukol bir marta qilinadi. Ikkinchi efirlardan biri bu baldinon tsipionat. Bu ham unidekanatga o'xshaydi, lekin yashash hayoti qisqaroq, 8-12 kun. Haftada 2 marta ukol qilinadi yoki 1 marta yoki 2 marta ukol qilinadi. Yana bitta baldinonning qisqa efiri bor. Bu esa baldinon atsetat. Buni yashash hayoti 1 kun va 3 kun. Ukol через день yoki 2 kunda bir ukol qilinadi. Yana bitta eng qisqa ukollardan, yana bitta qisqa efirlardan biri bu baldinon propionat. Bu ham umri qisqa, 2 kun yashaydi. Через день yoki 2 kunda 1 kun ukol qilish kerak bo'ladi. Xo'p, endi baldinonni dozalar haqida gaplashamiz. Yangi boshlovchilar uchun baldinonni dozasi 400 mg dan boshlanadi. O'rtacha va tajribasi bor odamlar uchun esa 600 dan 800 gacha bo'ladi. Tajribasi bor odamlar uchun esa 800 dan 1000-1200 gacha ketadi. Xo'p, bugungi temamiz baldinon haqida bo'lgan edi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosib, kommentariy yozing va YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'ling.